Yarim tun shoshildim tahajjud deya, go'zaldir ibodat duolar ila. Allohdan so'radim yolvorib shu tun, tushlarimga kirsinlar Rasulim bugun. Robbim buyukligi shaksiz, shubhasiz, qo'lin qaytarmaydi hech bir bandasin. G'aflat uyqu oldi ko'zimni biroz, shu payt pichirladi qizalog'imiz onajon, uxlamang, bomdod yaqindir. Men yana bolishga qo'yib yuzlarim, uyquga ilindi mungli ko'zlarim. Shu chog' bir g'ordaman, tuynigi ham bor. Shunga o'xshash g'orlar sonsiz, sanoqsiz. Ikki tomon tog'dir shu qadar baland, o'rtada uzun yo'l. Men bundan hayron. Shu payt jarangladi yoqimli bir sas. Rasululloh kelyaptilar degan xush ovoz. Shoshilib qaradim tuynugim tomon, bir nur o'tib ketdi yashin tezlikda. Men bismilloh deya boshladim namoz. Shu payt chap tomondan ingradi ovoz. Qulog'imni chaldi ayanchli ovoz. Bu shayton ingrashi edi birodar. Men cho'chib uyg'ondim, yoqmay bu ovoz. Bomdodimga shoshdim, ko'zlarimda yosh. Allohim qudratli, buyukligi rost, tushlarimga kirdi. Ya Rasululloh, men sizga ummatman, ummatligim rost. Men sizga ummatman, ummatligim rost.